Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yilda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi xizmatlar uchun to'lov olinmasligi kerak? Qaysi hollarda chegirma yoki imtiyoz qo'llanadi? Qaysi joylarda esa siz baribir to'laysiz deb noto'g'ri talab qilishlari mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga taalluqli, chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki pensiyaga chiqqan yaqinimiz bor. Agar buni bilmasangiz, pensioner odam o'ziga tegishli imtiyozni ishlatmay, yil davomida ortiqcha pul to'lab yurishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Pensioner bo'lishning o'zi hamma xizmatlar avtomatik bepul bo'ladi degani emas. Eng ko'p xato ham mana shu joyda bo'ladi. Odamlar men pensionerman, demak hamma joyda to'lamayman deb o'ylaydi. Ayrim tashkilotlar esa aksincha, bepul narsa yo'q, hamma to'laydi deb pensionerni chalg'itadi. Ikkalasi ham to'g'ri emas. Aslida tartib shunday. Qonun, qaror yoki mahalliy tartib bilan aniq belgilangan xizmatlar bo'yicha pensioner to'lovdan ozod qilinadi yoki unga imtiyoz beriladi. Ba'zi imtiyozlar barcha yoshga doir pensionerlarga tegishli bo'ladi. Ba'zilari esa faqat nogironligi bo'lgan pensionerlarga, urush qatnashchilariga, yolg'iz keksalarga, kam ta'minlangan oiladagi pensionerlarga yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan shaxslarga beriladi. Avvallari ko'p hollarda pensioner imtiyozdan foydalanish uchun alohida ariza yozishi, pensiya guvohnomasini olib borishi, mahalla yoki ijtimoiy xizmatdan ma'lumotnoma talab qilinishi kerak edi. Hozir esa davlat xizmatlari va idoralararo elektron almashinuv kengaygani sababli ko'p ma'lumotlar bazadan tekshiriladi. Lekin bu hech qayerga bormasangiz ham hammasi o'zi bo'ladi degani emas. Amaliyotda tizimda xatolik bo'lishi, pensionerning ma'lumoti eski bo'lishi, yashash manzili o'zgargan bo'lishi yoki tashkilot xodimi tartibni bilmasligi mumkin. 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim masala shuki. Siz qaysi xizmat bepul, qaysi biri imtiyozli, qaysi biri esa odatiy pullik ekanini ajratib olishingiz kerak. Men hozir shularni birma-bir tushuntiraman. Birinchi katta yo'nalish davlat tibbiyot muassasalaridagi bepul tibbiy xizmatlar. Pensionerlarning eng ko'p murojaat qiladigan joyi poliklinika, oilaviy shifokor punkti, shifoxona va shoshilinch tibbiy yordam bo'ladi. Davlat kafolatlagan tibbiy yordam doirasida pensionerdan oilaviy shifokor qabuliga kirish, birlamchi ko'rikdan o'tish, shoshilinch yordam chaqirish, ayrim tahlillar va yo'llanma asosidagi tekshiruvlar uchun to'lov talab qilinmasligi kerak. Masalan, 38 yoshli otaxonning qon bosimi ko'tarilib poliklinikaga bordi. U oilaviy shifokor ko'rigidan o'tadi, bosimi o'lchanadi. Kerak bo'lsa EKGga yo'llanadi. Agar bu xizmatlar davlat kafolatlangan paketiga kirsa va poliklinik tizimida amalga oshirilsa, undan pensionersiz, lekin baribir 3000 ming so'm to'laysiz deyishlari noto'g'ri bo'lishi mumkin. Albatta, ayrim pullik xizmatlar ro'yxati alohida bo'ladi. Masalan, navbatsiz xohishga ko'ra shifokor yo'llanmasisiz kafolat paketiga kirmagan tekshiruvlar pullik bo'lishi mumkin. Shu sababli pensioner har doim bu xizmat davlat kafolatlangan bepul xizmatlar ro'yxatiga kiradimi deb so'rash kerak. Ikkinchi yo'nalish shoshilinch tibbiy yordam. Bu yerda pensioner yoki pensioner bo'lmagandan qat'i nazar inson hayoti xavf ostida bo'lsa, tez tibbiy yordam xizmatlari bepul ko'rsatiladi. Yurak xuruji, insult alomatlari, og'ir nafas qisishi, hushdan ketish, jiddiy jarohat, qon ketishga kabi holatlarda oldin pul to'lang degan talab bo'lmasligi kerak. Men tomoshabinlarga doim aytaman. Bunday vaziyatda vaqt puldan muhim. Tez yordam chaqiring, holatni aniq tushuntiring, bemorning yoshi, manzili, asosiy shikoyatini ayting. Uchinchi yo'nalish ayrim dori vositalari va reabilitatsiya vositalari bo'yicha imtiyozlar. Hamma dorilar bepul beriladi deb o'ylash xato. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, surunkali kasalliklar bilan dispanser nazoratida turganlar, alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar belgilangan ro'yxatdagi dori yoki texnik reabilitatsiya vositalarini bepul yoki imtiyozli tartibda olishi mumkin. Bunga eshitish apparati, nogironlik aravachasi, qo'ltiqda yo'q, protez, ortopediya buyumlari kabi vositalar kirishi mumkin. Hayotiy misol, 72 yoshli ayolning eshitish qobiliyati pasaygan.
u bozordan 1 million 500 ming so'mga apparat sotib olishga shoshilmasligi kerak. Avval oilaviy shifokorga boradi. Lor mutaxassisiga yo'llanma oladi. Tibbiy xulosa rasmiylashtiriladi. Agar u tegishli toifaga kirsa, ijtimoiy xizmat orqali eshitish apparatini bepul yoki imtiyozli tartibda olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Mana shu yerda hujjat bilan yurish juda muhim. 4-yo'nalish davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatiladigan ayrim xizmatlarda boj va yig'imlardan ozod qilish yoki chegirma. Bu ham ko'pchilik bilmaydigan masala. Davlat xizmatlari markazlarida ayrim ma'lumotnomalar, arizalar, hujjatlarni rasmiylashtirishda davlat boji yoki xizmat yig'imi bo'ladi. Pensionerlarning ayrim toifalari uchun bu to'lovlar kamaytirilishi yoki umuman olinmasligi mumkin. Lekin bu har bir xizmatga taalluqli emas. Masalan, pensioner uy joyiga oid ma'lumotnoma olmoqchi, kadastr hujjati bo'yicha murojaat qilmoqchi yoki ijtimoiy yordam masalasida ariza bermoqchi. U xodimdan ochiq so'rashi kerak. Men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod qilish yoki chegirma bormi? Agar xodim yo'q desa ham, siz xizmat nomini, to'lov miqdorini va imtiyoz qo'llanmaslik sababini yozma yoki elektron ko'rinishda so'rashga haqlisiz. 5-yo'nalish soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar. Bu mavzu xizmat emasdek ko'rinadi, lekin pensioner oilasining byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Yoshga doir pensionerlar uchun mol-mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha ayrim imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Odatda bu imtiyozlar bitta uy-joy, belgilangan maydon, yashash joyi va shaxsning maqomiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni pensionerning nomida 3 ta uy bo'lsa, hammasiga bir xil imtiyoz qo'llanadi deb o'ylamaslik kerak. Misol qilib olaylik. Pensioner onaxonning nomida o'zi yashab turgan bitta hovli bor. Soliq xabarnomasida yiliga 1,2 ming so'm ko'rsatilgan. Agar u soliq imtiyoziga haqli bo'lsa, bu summa kamayishi yoki ayrim qismi hisoblanmasligi mumkin. Lekin uning ma'lumoti soliq bazasida pensioner sifatida aks etmagan bo'lsa, tizim avtomatik soliq chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun xabarnoma kelganda darrov to'lab yubormasdan, soliq inspeksiyasiga yoki may soliq tizimi orqali tekshirtirish kerak. 6-yo'nalish jamoat transporti bo'yicha imtiyozlar. Bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Chunki transport imtiyozlari ko'pincha respublika bo'yicha umumiy emas, balki shahar, viloyat yoki alohida toifa bo'yicha belgilanadi. Ayrim joylarda pensionerlar uchun ma'lum kunlarda, ma'lum yo'nalishlarda yoki alohida kartalar orqali bepul yurish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda esa faqat urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki maxsus guvohnomaga ega shaxslarga bepul yurish beriladi. Masalan, Toshkentda yashovchi pensioner bir tartibdan foydalanishi mumkin. Boshqa viloyatdagi pensionerda esa boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni bepul yuribdi. Men ham bepul yuraman degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Siz transport boshqarmasi hokimlik e'lonlari yoki ijtimoiy karta tizimi orqali aniq ma'lumot olishingiz kerak. 7-yo'nalish ijtimoiy xizmatlar. Ya'ni yolg'iz keksalar va o'ziga o'zi xizmat qila olmaydigan pensionerlar uchun uyda yordam. Bu juda muhim xizmat. Agar pensioner yolg'iz yashasa, farzandlari bo'lmasa yoki farzandlar yordam bera olmaydigan holatda bo'lsa, u ijtimoiy xodim xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunda oziq-ovqat olib kelish, dori olishga ko'maklashish, kommunal to'lovlarni amalga oshirishda yordam, uy sharoitida zarur ijtimoiy parvarish kabi xizmatlar nazarda tutiladi. Misol, ta'min yoshli, bu yolg'iz yashaydi, yurishi qiyin, har oy pensiya oladi. Lekin dorixonaga borish, poliklinikaga hujjat topshirish, bank kartasini tekshartirish unga og'irlik qiladi. Bunday holatda mahalla orqali ijtimoiy xizmatga murojaat qilinadi. Agar u belgilangan mezonlarga mos kelsa, unga ijtimoiy xodim biriktirilishi mumkin. Bu xizmatlar ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'rsatilganda pensionerdan alohida haq talab qilinmasligi kerak. 8-yo'nalish sanatoriy sog'lomlashtirish yo'llanmalari. Har bir pensioner har yili bepul sanatoriyga boradi degan qoida yo'q. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar tibbiy ko'rsatma, navbat va ajratilgan kvotalar asosida sanatoriy yo'llanmasini bepul yoki imtiyozda olishi mumkin. Bu yerda eng muhim hujjat shifokor xulosasi va navbatga qo'yilganlik. Kim birinchi boradi, kim keyin boradi? Bu ko'pincha sog'liq holati, toifa va mavjud o'rinlarga bog'liq. Endi eng ko'p uchraydigan muammolarni tushuntiraman. Birinchi xato: pullik va bepul xizmatni ajratmaslik. Davlat poliklinikasida ham ayrim xizmatlar pullik bo'lishi mumkin.
Masalan, shifokor yo'llanmasiz o'zim xohladim deb qilingan tekshiruv, navbatsiz xizmat, maxsus tahlil, tibbiy komissiyaning ayrim turlari pullik bo'lishi ehtimoli bor. Lekin shu bilan birga bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmatni ham pullik qilib ko'rsatish holatlari uchrashi mumkin. Shuning uchun chek talab qiling. Agar pul olayotgan bo'lsa, rasmiy kassa chekib berilishi shart. Ikkinchi xato, pensioner va imtiyozli toifani aralashtirish. Yoshga doir pensioner nogironligi bo'lgan pensioner boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi. Ijtimoiy nafaqa oluvchi, urush faxriysi, mehnat faxriysi, bularning huquqiy maqomi bir xil emas. Bir xizmat faqat nogironligi bo'lgan shaxslarga bepul bo'lishi mumkin. Oddiy yoshga doir pensionerga esa pullik bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringiz to'liq bo'lishi kerak. Pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, ijtimoiy reyestr bo'yicha ma'lumot. Uchinchi xato, kommunal xizmatlar bo'yicha noto'g'ri tushuncha. Ko'p odamlar pensionerlar gaz, svet, suv uchun to'lamaydi deb o'ylaydi. Aslida umumiy qoida sifatida barcha pensionerlar kommunal xizmatlardan to'liq ozod qilingan deb aytish noto'g'ri. Ayrim toifalarga kompensatsiya, subsidiya yoki mahalliy yordam berilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan, yolg'iz nogironligi bo'lgan pensionerga isitish mavsumida yordam ajratilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har bir pensionerning elektr hisoblagichi bepul aylanadi degani emas. Hayotiy vaziyat, pensioner otaxon har oy elektr uchun 120 ming so'm, gaz uchun qishda 300 ming so'm to'laydi. U men pensionerman, nega to'layapman deb norozi. Bu yerda savolni boshqacha qo'yish kerak. U subsidiya yoki ijtimoiy yordam mezonlariga tushadimi? U yolg'iz yashaydimi? Daromadi qancha? Uyida ro'yxatda yana kimlar bor? Mahalla orqali ijtimoiy reyestrga kiritilganmi? Agar shular mos kelsa yordam olish yo'li ochiladi. Aks holda faqat pensionerlikning o'zi kommunal qarzdorlikni bekor qilmaydi. 4-chi, nozik jihat, imtiyoz bir marta rasmiylashtiriladi deb o'ylash. Ayrim yordamlar muddatli bo'ladi. Masalan, ijtimoiy yordam 6 oyga yoki 12 oyga tayinlanishi mumkin. Nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sanatoriy navbati yangilanadi. Dori olish ro'yxati shifokor xulosasiga bog'liq. Shuning uchun hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa, tashkilot sizga imtiyoz bermasligi mumkin. 5-muammo, pensioner nomidagi mulk masalasi. Soliq imtiyozlarda ko'pincha obyekt kimning nomida ekani muhim. Uy farzandining nomida bo'lsa, bu uyda pensioner yashayotgan bo'lsa ham soliq imtiyozi qo'llanmasligi mumkin. Yoki aksincha, uy pensioner nomida, lekin u boshqa joyda yashaydi. Hujjatlar mos kelmaydi. Bunday holatda soliq organi hujjatga qaraydi, og'zaki gapga emas. 6-muammo, xizmat bepul, lekin material pullik degan holatlar. Masalan, tibbiy xizmatning o'zi bepul bo'lishi mumkin, ammo ayrim sarf materiallar. Maxsus implant, qimmat protez, qo'shimcha laboratoriya tekshiruvi alohida tartibda pullik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda sizdan nimaga pul olinayotganini aniq yozib berishlarini so'rang. Shunchaki shunaqa degan javob yetarli emas. 7-muammo, xususiy tashkilotlar. Agar pensioner xususiy klinikaga, xususiy laboratoriyaga, xususiy transport xizmatiga yoki pullik servisga borsa, davlat imtiyozi har doim ham u yerda amal qilmaydi. Xususiy klinika pensionerlarga 20% chegirma qilishi mumkin, lekin bu uning ichki aksiyasi bo'ladi, majburiy davlat imtiyozi emas. Shu sababli qaysi xizmat davlat muassasasida, qaysi biri xususiy joyda ko'rsatilayotganini farqlang. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensionerda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Agar bo'lsa, nogironlik to'g'risidagi hujjat, tibbiy xulosalar, doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lishi kerak. Agar uy-joy yoki soliq imtiyozi kerak bo'lsa, kadastr hujjatlari ham kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, qaysi xizmat bo'yicha murojaat qilayotganingizni aniq yozib oling. Masalan, poliklinikada EKG bepulmi? Mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz bormi? Ijtimoiy xodim biriktiriladimi? Sanatoriyga navbatga qo'yilamanmi? Savol aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Menga qanday imtiyoz bor deb umumiy so'rasangiz, ko'pincha yuzaki javob olasiz. 3-qadam, poliklinika bo'yicha oilaviy shifokordan boshlang. Tibbiy imtiyozlar, bepul tekshiruv, dori, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi. Bularning ko'pi shifokor xulosasidan boshlanadi. Shifokorga kasalliklaringizni, doimiy ichadigan dorilaringizni, oxirgi tahlillarni ayting.
kerak bo'lsa to'r mutaxassisga yo'llanma so'rang. Yo'llanma bo'lmasa, ayrim xizmat pullik bo'lib qolishi mumkin. 4-qadam mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Agar pensioner yolg'iz yashasa, daromadi kam bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, kommunal to'lovlarni ko'tarishga qiynalsa, ijtimoiy yordam masalasini ko'taring. Arizada vaziyatni aniq yozish kerak. Men falon yoshdaman, yolg'iz yashayman, sog'lig'im sababli o'zimga xizmat qilishim qiyin. Ijtimoiy xodim biriktirishni so'rayman yoki kommunal to'lovlar bo'yicha yordam ajratishni so'rayman. Og'zaki aytib ketish yetarli emas, ariza ro'yxatdan o'tishi kerak. 5-qadam soliq masalasida xabarnomani tekshiring. Agar pensionerga mol mulk yoki yer solig'i bo'yicha katta summa kelgan bo'lsa, darrov to'lab yubormang. Soliq organiga boring yoki elektron kabinet orqali tekshiring. Men pensionerman, imtiyoz hisobga olinganmi deb so'rang. Agar hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya maqomini tasdiqlovchi hujjat va mulk hujjatlarini taqdim eting. Ortiqcha to'langan pul bo'lsa, qaytarish yoki keyingi to'lovlarga o'tkazish masalasi so'rashingiz mumkin. 6-qadam. Pul talab qilingan joyda chek va asos so'rang. Bu juda muhim. Agar sizga bu xizmat pullik deyishsa, iltimos qaysi qaror yoki tarif asosida rasmiy chek bilan to'layman deng. Noqonuniy pul talab qilayotgan odam ko'pincha rasmiy chek berishni xohlamaydi. Agar chek bo'lsa, keyin shikoyat qilish, tekshirdirish, pulni qaytarish imkoniyati kuchayadi. 7-qadam rad javobini yozma oling. Masalan, siz bepul reabilitatsiya vositasi so'radingiz. Sizga yo'q deyishdi. Shunchaki qaytib ketmang. Rad etish sababini yozma ravishda berishingizni so'rayman deng. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Hujjat yetishmaydi. To'yfaga kirmaydi. Navbat bor, tibbiy xulosa kerak. Shunda siz nimani to'g'rilashni bilasiz. 8-qadam yaqinlaringiz pensionerning ishini nazorat qilsin. Ko'p keksalar hujjat ishlarida qiynaladi. Navbatda turishga charchaydi. Xodimning gapidan uyalib qaytib ketadi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Pensioni uchun imtiyoz olish sadaqa emas, bu uning qonuniy huquqi. Men har doim aytaman. Keksa odam huquqini bilmasa, unga yordam berish bizning burchimiz. Yana bir muhim maslahat, har yili boshida imtiyozlaringizni qayta tekshiring. 2026 yilda tariflar, xizmat ro'yxatlari, ijtimoiy yordam mezonlari, mahalliy imtiyozlar o'zgarishi mumkin. Bugun amal qilgan tartiblardagi yangilanishi ehtimoli bor. Shuning uchun rasmiy manbalarga qarang. Davlat xizmatlari markazi, soliq organi, poliklinika, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi. Hokimlik e'lonlari, ijtimoiy tarmoqlardagi hamma pensionerga hammasi bepul degan gaplarga ishonib qolmang. Xulosa shuki, 2026 yilda pensionerlar bir qator xizmatlarda to'lovdan ozod bo'lishi yoki imtiyoz olishi mumkin. Davlat tibbiyotidagi kafolatlangan xizmatlar, shoshilinch yordam, ayrim dori va reabilitatsiya vositalari, ijtimoiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari, ayrim davlat xizmatlari va soliq imtiyozlari. Lekin bularning har biri aniq shart, hujjat, toifa va tartibga bog'liq. Eng muhimi, pensioner o'z huquqini bilishi, hujjatini tayyorlashi va pul talab qilinganda asos so'rashi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday imtiyozlardan foydalangan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi hududdasiz? Qaysi xizmat bepul bo'ldi? Qayerda muammo bo'ldi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning bir oy, hatto bir yil davomida ortiqcha pul sarflashining oldini olishi mumkin.